bir tasvir tarqaldi. 15-yili. Bir qora tanli yigit o'tiribdi. Qo'llarini keng ochib olgan, bu qo'lning tagida ikkita yosh o'zbek yigit, bu qo'lning tagida ikkita yosh o'zbek yigit. Devday keladigan bir qora tanli yigit qo'llarida nakolka ikki tomonda ham. Nima deyapti? O'zbek tilida, "Ey, kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Jihodga kelinglar" deyapti. Shuni tarqatishdi. Biz tushuntirdikki uni, "Oy, bularning gapiga uchmanglar. Buni kimligi ko'rinib turibdi-ku o'zi. Buni kasbi odam o'ldirish. Bundan boshqa narsani bilmaydi bu. Bu qotil bu. Bugun bu joyda urushga kelib ishlayapti. Har bitta o'ldirgani uchun falon dollar oladi. Ertasi kuni boshqa joyda bo'lsa, boshqa joyga boradi. Buni boshqa ishi yo'q buni. Bu duradgorlikni bilmaydi bu. Bu aytaylik bir boshqa kasbni bilmaydi, o'qishni bilmaydi, yozishni bilmaydi. Dehqonchilikni bilmaydi. Quruvchilikni bilmaydi. Buni ishi shu. Tug'ilganda shu ishni qilib kelgan, to umrining oxirigacha shu ishni qiladi. Ana yosh o'zbek yigitlari, o'zimizdan ketgan yigitlar uni quchog'ining tagida o'tiribdi. Mana borishdi o'sha joylarga. O'sha aldov, fitna, chaqirishdi, "Ey, bu yoqqa kelinglar, mana islom davlat quryapmiz" deb. Va barakat olib ko'r. Nima qildi islom davlat qurib? Odamlarni qaqshatib, qirg'in-barot qilib, qancha bolalar, voyaga yetmagan bolalar bombalar tagida qolib, katta-katta yiqilgan binolarning tagida hozirgacha shu ahvol. Shuning uchun bundan hushyor bo'laylik azizlar.